Otam. Otamam. Qancha deyapsiz? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 16-may 2025-yil hafta kuniga juma. Boysun tumani Chilonzor mahallasida joylashgan juma mol bozoridan video syomkamizda davom ettiryapmiz. Video davomida sotilgan mollar va narxi aytiladigan mollar, bozordan qaytgan mollar haqida ma'lumotlar berib boramiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlashlaringizni so'raymiz. Bismillah boshladik. Qo'zilar necha pul bo'lyapti bu? Bobo, kimdan ekan? Necha pul bo'lyapti aka? Mana bu qo'zili qo'y 4,5 million so'm baho qo'yilayotgan ekan. Qo'zisi erkak murg'ochi? Murg'ochi qo'zi ekan. Nechinchi bola aka? Birinchi bolasi ekan. Bu qo'zilar necha pul? Qo'zlarni 22 dan deyapti. 22 dan baho qo'yilayotgan ekan. Savdo ham bo'ldimi aka? Savdo 19 dan. Murg'ochimi, Qo'chqor qo'zimi? Qo'chqor qo'zi ekan. 24 so'm. Olasiz aka. Qaysi savdo bo'lyapti akajon? Necha puldan? 2 million 125 mingdan savdo bo'lyapti. Siz necha pul deyapsiz aka? 2 million 300 dan so'rayotgan ekan ega. Qo'chqor qo'zi ha? Qo'chqor qo'zi. Aka bu qo'zilar necha puldan bo'lib qoldimi? 3,5 million so'mdan baho qo'yilayotgan ekan. 2 million 800 mingdan so'rashdimi? Bozor. Erkak qo'zimi? Mana 3 ta katta qo'zi. Shularning erkak qo'zi ekan. Ikkita maydasi 2 million 200 mingdan. Mana kechki qo'zilarda mana. Aka necha pul ekan qo'zilar? 1 million 800 deyapsiz aka. 1 million 800 deyapsiz. Qo'chqor qo'zimi, murg'ochimi? Murg'ochi. Murg'ochi qo'zilar. Savdo necha pul bo'ldi? 16 savdo bo'ldi. 1 million 600 mingdan savdo bo'ldi. Aka takaloqlar necha pul bo'lib qoldi? Arzu bo'ldi aka, takava har xil bo'ladi. Qaysi biri? Necha pul deyapsiz? Ko'tarib bir joyga. Savdo ham bo'ldimi? Savdo ham bo'lyapti aka. Chilonzor mol bozori. Munchoq Boysun baraka. Like bos, kommentar yozib qo'yasiz. Bir joyda gapiring. Bir joyga aka bilan 13 bo'lyapti kattasi. Qolganlar bir joyga 1 million bo'lyapti. 5 tami? 5 ta. 5 million. Hammasi takaloq ha? 600 ming so'mni lukka ko'tara. Bor para. Kam qoldi. Bari boshida 600 ming so'm. Barak. Uloqli echki necha pul ekan aka bu? 22 deyapsiz? Savdo ham bo'ldimi? 2 million 200 ming so'm baho qo'yilayotgan ekan. 1 million 700 ming so'm savdo bo'ldi. Aka bu uloq necha pul? Kichkina uloq. 8 ming so'm savdo ham bo'ldimi? 700. Yo'q, zo'r savdo bo'ldi. 700 ming so'rash. Takami urg'ochimi bu? Urg'och uloq. O qo'zilar necha puldan bo'lib qoldi? 22 deyapsizmi yo? Savdo ham bo'ldimi? 2 million 200 ming baho qo'yilayotgan ekan, 1 million 850 ming so'mdan savdo bo'libdi qo'zilar. Urg'ochimi erkakmi bular? Hammasi urg'och. Akalar qo'zilar necha pul ekan bular? 24 dan deyapsiz. Savdo ham bo'ldimi? 1 million 600 mingdan so'rashayotgan ekan. Erkak urg'ochi bular? Urg'ochi. Hammasi urg'och qo'zi.
Ha, bobo, bozor qanday bo'lyapti? Yaxshi bozor. Mana bozorda kelaverasizlar, bozorni rivojlantiraylik, obod bo'lsin. Uloq nechi pul aka bu uloqlar? Bilmayman, birov egasi tashab ketdi. Egasi yo'q, uloq tashlamangda aka. Az beramiz. Nechta savdo bo'lyapti aka? 8 ta qo'zimiz. 14 million dedingizmi? 14 million so'm savdo bo'lyapti. Bu aka nechi pul bo'lsa deyapti? 2 dan bo'lsa 16 million bo'lar ekan. 16 million baho qo'yilgan ekan. 8 ta qo'ziga. Ushak nechi pul bo'lyapti? Ushak. Qo'chqa 36,5 so'rayapman. Aha. Boy bobom 100 mingga qiynalyapti. Qizil aka. Qo'yani bilmadim. Nima olishinding? 100 mingga qiynalyapti. Qarab 36,5 qo'chqar, chori qo'chqar ekan. Bering. To'g'ri qo'chqar ekan mana. Qurbonlikqa nasib bo'lsa, olsak bir 4,5 million sotamiz degan umidda olyapti. Xudo xolasa yaxshi kunlarga deng. Ha, shunday. Qo'yamiz. Qaysi kanalda? Boysun Munchoq bor aka. Obuna bo'lib qo'ying. Har juma boraveramiz videolarim. Xudo xolasa Boysunni mol bozoridan olyapmiz. Tomosha qilasizlar. Mollar bera. Ya aka bu uloqlar nechi pul ekan? Ayting'a. Savdo ham bo'ldimi? Nechi puldan? 450 ming 500 ming savdo bo'layotgan ekan uloqchalar. Bular taka uloqmi emas? Urg'ochi aralash ekan. Ha, basharasiga aytdim. Siz ham bermaysiz. 12 dan bo'ldi. To'yga ishlatish. Ikkita mayda qo'zimi? Ha. Bunda ishlar Rozi. 1 million 200 mingdan savdo bo'lyapti. Qo'chqor qo'zilar. Qattiq qilmang, ey. Xonmurodjon. Berasiz. 29 ga 2. Qarang, 29 ga 2 dunyoga olmaydi. Ha. Hamma ochiq. 29 ga bu dunyo emas. Bu ishga bo'lsa qarang. Bag'ishga. Deyishni zo'r emas, sizni ko'rib olaman. Deyishga javob. Qo'zilar kimdan ekan bu? Ergash aka, qo'zilar kimdan bu? Nechi pul so'rayapti aka qo'zilarni? Uch million so'm baho qo'yilayotgan ekan qo'zilarga. 2 million 200 ming aka so'rayotgan ekan. Bu qo'zilar nechi pul ekan aka? 3 million deyapsiz. Savdo ham bo'ldimi? 2 million 300 ming so'm savdo bo'ldi. Qo'chqor qo'zimi, aralashmi? Hammasi qo'chqor qo'zi ekan. Bu mayda qo'zilar kimdan bu? Sirojboy nechi pul ekan qo'zilar? Maydalari. 2 million so'mdan baho qo'yilgan ekan kichkina qo'zilar. Aka nechi bo'lyapti qo'zilar? 18 so'rayapti, buni 16 so'rayapti. Rashta qamiz. Men aytayapman, bir 100 ming qo'sh. Aha. 100 ming qo'sh, yurish beraman deyapman. 100 ming qo'shda o deyapsiz. Ol deyapman. Ha, yaxshi. Qo'chqor qo'zimi, urg'ochi? Urg'ochi ekan. Urg'ochi qo'zi ekan. Kelajagi porloq deng. Qo'zini 3 tasi 6,5 million so'm. Qancha? Savdo bo'lyapti. 4 million 200 bo'ldi. Munchoq Boysun bor aka. Pakchasi bo'lib qo'ying. Bormi? Bor. Ha. Salom bo'lsangiz ham juma kundir bo'ladi. O'ting shuni. Qaysi ketdi aka?
Ikkita qo'zimiz 4 million 400 mingga baraka bo'ldi. O'sha ikkalasi. Erkak qo'zi. Aka necha pulga oldingiz mayda qo'zini? 17 dan 10 ming o'tdi. 1 million 700 ming so'm. Mayda qo'zimiz. Kerak puldan boshla. Bir qocha? Aka bu chora olindimi keyin? Necha pulga olindi? 36,5 mingga baraka bo'ldi mana. Chora qo'chqoringiz necha pul sotdingiz? 26,5. 36,5 deyapti aka. Qolgani yo bo'lib to'lashgami? Baxtimboy, bunaqa bir qaranglar siz. Baxtim. Qo'chqoringiz bilan yaxshi. Aytdim-ku. Buni sherigini ham sotasiz. Necha pul ekan bu aka? 22 deb turibdi endi. 21'e 70 so'radim boy baba. Aha. 22 bo'lsa olyapti 30 ming o'tmasa men qanday baraka topaman? Aka men Bering aka 30 mingga qiynalmang. men otib duna so'raman. Qo'chqaringiz ham olib bordim. Yo'q, buni ham olib bordim. Aka 30 ming so'm, aka bundayda 30 ming so'm. Hech narsani o'zgartirmaydi. Turmushmayapsiz-da siz. Tovga kun qizi deyin, tovga tirmash bo'lmaydi, bering endi. Mana shu 5 ta ulog'imiz 2 million so'm so'ralyapti. Akamiz savdo qilyapti. Aka, necha pul bo'lsa beraman deyapsiz? 3 million. 3 million bo'lsa beraman dedi. Ha? Hozir aka hamma trendda. Ha. 5 ta uloq bir joyga mana 2 million so'm savdo bo'lyapti. Bering aka. 2 kilogram go'sht, 10 kilo go'sht. 10 kilo go'shtga necha pul aylanadi? 200 mingdanmi? Qaysini 18 ga bermadingiz aka? Mana shu 18 ga berilmabdi. Aka bu qo'zini necha pulga oldingiz buni? 1 million 570 mingga. Qo'chqor qo'zimi urg'ochi? Erkak qo'zi ekan. O'sha boshini 8 dan bo'ldi cho bir joyda. Aka qaysini so'rayapsiz? O'zim xizmat Mana shu qizil qo'zimiz savdo bo'lyapti. Necha pul so'rayapsiz aka? 26 so'rayapti. 2 million 600 ming. 26,5 bo'ldi. 26,5 bo'ldi. 26,5. Necha pul beradi? Siz necha pul bo'lsa ol deyapsiz? 28 bo'lsa oldi. 28 bo'lsa ol deyapman. 2 million 650 ming bo'ldi aka. Sotyapti aka. Necha pul? 2 million kam bor. 2 million so'm kam bor ekan. Qo'chqor qo'zi. Qo'chqor qo'zi. Aholi 2 million. Necha pul ekan aka bu? O'niyoz aka. Necha pul qoldi bu? 1 million 500 ming savdo bo'libdi. Tucha. Yangmi dumi? Shu qo'zlar savdosi qiziq bo'lyapti-da. Necha pul bo'ldi bu? Oxiri aka? 2 million 650 ming. 2 million 650 ming so'm bo'libdi shu qo'zlarimiz. Halqal qonunga chappa taylashib bilyapti. Faqat shu qo'z 600 so'rasa bozorda. 2 million 650 ming ekanlar. 1 million 375 mingdan. To'g'ri kelyapti. 25 deydi. Ha, 25 dan, 25. 1 million 325 ming. Erkak qo'zi ha? Ikkalasi ham erkak. 28 ber deydi. Ha, o'zi oz qolibdi aka.
Boshqa bola hozircha chiqmadimi? O'ramonda nimadan Mana 3 ta qog'ozimizda 2 million 100 mingdan so'rab. Mana qolganlari 1 million 900, 2 million so'm so'ralayotgan ekan. Like bosib qo'yasiz. Любой dehqon dovdirabdi dedi. Keyin muqomimizni izlab topolmay qoladi, unday narxda. Men shoshib o'tiribman, shu bilan qilyapman. Yo'q, bemalol o'tirasan. Nech pul ketdi aka bu? U narx yo'q deydi. Nech pul ketdi? Sotasan bo'lib, barakasiz bersin. Yo'q, unday demadi. Endi 1 million 800 ming so'rayapti. qancha desan? Umuman buzgan, bilasizmi? Savdo avjida mana. Qizil qo'ysa savdo bo'lyapti. 2 million 650 ming savdo bo'lyapti. 2 million 800 ming so'm bo'lsa ol deyapti. Berdingmi endi? Bo'l, gap yo'qdan. Savdo avjida. Mana shu qora qo'zimiz 3 million 10 ming so'm bo'lyapti. Quyruqlarni ko'rsating, quyruqlarni. Quyruqqa qiziqmayapti odamlar hozir. Quyruq kerak emas kunning issig'ida. Shunday. Ishda bo'lsa edi kerak buni. Ish ketdi bo'lmasa mayli. Mayli. Shu akaga bitta qo'zi beringizlar. Ertalabda savdo qilyapti. Ha, ertalabdan buyon savdo qilib beringizlar. Nech pul so'rayapsiz aka? 2 million 100 ming so'mdan so'ralyapti. Hammasi erkak qo'zi, ha? Bir joyda, ha? Ega nech pul deyapti? Yetkilyapsan, uka, ayt bana, nimaga chiqasan, 2,5 deyapti. 2,5 desam o'zi o deydi. YouTube'ga chiqib ketaman. Ha, YouTube'ga chiqasan, 2,5 Ha. berasizmi? Ber uka. O'tirma. Hammasi bir joy. Mana kanalimiz kuzatuvchilari mol bozorimizga kelaverasizlar. Videomizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyaga yozib qoldirishlaringizni so'raymiz. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlangizlar. Mana katta M39 trassaning pastida joylashgan. Mol bozorda sharoitlar yaxshi. Ha.